Diqqat, O'zbekistonda yanvar oyi ham boshlandi. Pensiya pullari qachon to'lanadi? O'zbekistonda millionlab pensionerlarni qiziqtiradigan eng asosiy savol: yanvar oyi pensiya puli va ijtimoiy to'lovlar qachon xalqqa beriladi? Pensiya jamg'armasidan kutilmagan xabar. To'lovlar sanasi aniq bo'ldi. Kimlar avval oladi, kimlar kutishga to'g'ri keladi. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya oluvchi bo'lsa, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Chunki yanvar oyida to'lovlarda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan. Birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Yangi oy kirdi. Pensiyam plastik kartamga qachon tushadi yoki naqd shaklda qachon olaman kabi fuqarolarda savollar tug'ilishi tabiiy. Pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'linmalari har to'lov oyining 2-kuniga qadar to'lov topshiriqnoma vidimoslar shaklida va vidimoslar oyining 4-kuniga qadar pensiyani fuqarolarga yetkazib berish, ya'ni topshirish yuklatilgan tashkilotlarga taqdim etiladi. Ammo barchaga ma'lumki, joriy yilning 31-dekabrdan 4-yanvargacha bo'lgan kunlar Yangi yil bayrami munosabati bilan dam olish kunlari deb belgilandi. Shu sababli yanvar oyi pensiyasining to'lash muddati bo'yicha savollar yuzaga kelgan. Pensiya jamg'armasining ma'lum qilishicha, pensiya to'lovlarini har yili tasdiqlangan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi davlat budjeti to'g'risidagi qonun asosida moliyalashtirish belgilangan. Bu yil ham 2026-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risidagi qonun bilan pensiya jamg'armasining 2026-yil uchun xarajatlari tasdiqlab qo'yilgan. Shunga kelib chiqib, yanvar oyi uchun pensiya to'lovlari bank plastik kartasi orqali oluvchi fuqarolarga 2025-yil 5-yanvardan boshlab yuklab berilishini ma'lum qilamiz. Shu kunlardan boshlab pensiya jamg'armasi tomonidan pensiyani yetkazib beruvchi tashkilotlarga ham mablag'lar moliyalashtiriladi. Ya'ni naqd shaklda pensiya oluvchi fuqarolarga yanvar oyining pensiyasi 2026-yil 5-yanvar sanasidan boshlab 27-yanvargacha Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan tasdiqlangan kunlar, ya'ni grafiklar asosida mahalla fuqarolar yig'ini orqali yoki fuqarolarga yetkazib berish, ya'ni manzillariga yetkazib berilishi ta'minlanadi, deyiladi ma'lumotda. Aziz do'stlar, videorolik ostiga like bosib, videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.